Nima desam kerak? Xotiniga aytsin, bir kunda bir marta bo'lsa ham telefon qilib tursin. Ha, telefoning gromkalamatmi xotinchangga ayt, bir kunda bir marta bo'lsa ham onangga telefon qilsin, qaynonasi oxira. Qilyapman-ki, ko'tarmayaptilar. Qilaqqan ekan-ku dada. Baloni qiladi, xo'pmi? Siz ham og'zingizni ochib, bunday lallay o'tirmasa, erkak o'xshab dadil gapiring. Xizmatini qilmaganga yarasha, ha? Hey, meni gapimni qaytarmaydi, o'zingiz gapiring. Ha, qo'rqasanmi xotiningdan? Ya? Zo'r gapirdi. Nega qara, xotiningga oid qarindoshlar guruhiga onlayn kiryapti-da, indamay o'tirib chiqib ketyapti. Yozsin. Nima bizni pisand qilmayapti-ya? Ha? Siz ham gapiring bunday. Gaping o'tmayaptimi o'g'lim? Dadil gapiring. Dadil gapirgani-ya. Men sizga aytyapman. Yozsin. Yozsin, tushundingmi? Ey erkak. Qarindoshlar gruppasi nimadir deyorma. Nima deyman, nimani har kuni gaplashyapti, turishadi. Xo'p degan bir marta nimadir deyorgish qarindoshlarimga onasimiz. Ma. Voy, assalomu alaykum, onajon, yaxshimisiz? Bunday tuting, kallam katta ko'rinib ketyapti. Sizlar shunday sog'indik. Yaqinda boramiz. O'chiring. O'ylab qolasanmi? Bo'ldim shoh chiqdimi endi? Nimani hal qildi shu? Nima bo'ldi? Oy ko'rsatdimi shu? Men bekarchimanmi bilan gaplashib o'tiradigan? O'zi antinam yaxshi emas meni. Men qutayman antina yo'q.